Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining birinchi o'rinbosari Aybek Davletbayev tomonidan Beruniy tumanda fuqarolar uchun sayyor qabul tashkil etildi. Mazkur qabuldan ko'zlangan asosiy maqsad aholi bilan ochiq muloqot qilish, ta'lim tizimiga oid murojaatlarni o'rganish hamda mavjud muammolarni joyida hal etishdan iborat bo'ldi. Sayyor qabul davomida fuqarolar tomonidan maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyati, bolalarni bog'chalarga joylashtirish, ta'lim sifati va tizimga oid boshqa masalalar yuzasidan murojaatlar bildirildi. Har bir murojaat mas'ullar ishtirokida batafsil o'rganilib, fuqarolarga zarur tushuntirish va huquqiy izohlar berildi. Qabul jarayonida jami 9 ta murojaat kelib tushdi. Ularning 2 tasi joyida ijobiy hal etildi. Qolgan murojaatlar esa qo'shimcha o'rganish, vaqt va mablag' talab etishi sababli tegishli mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda ko'rib chiqilib, hal etish bo'yicha kelishib olindi. Bu borada mutasaddilarga aniq topshiriqlar berildi hamda murojaatlarning ijrosi nazoratga olindi.